Valla hammaga salom maga. Valla короче, short stream qilishni o'rgatdingda ko'pchilik. O'shaning uchun video qilyapman. Valla short streamga jana ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Stream chamga o'xshab, stream chamdan video qilib chiqaman valla, agar sizlarga qiziq bo'lsa, stream qilishda. Mana valla короче, bizga short stream qilish uchun kerak bo'ladigan narsa bu bitta приложение, Live Now degan приложение kerak bo'ladi. Endi men iPhone uchun iPhone borlarga o'rgataman, chunki bu приложение Samsungda bormi bilmadim u. Agar bor bo'lsa interfeys xuddi shunaqa bo'lsa kerak, menimcha ichkaridagilari, ichidagi короче narsalari. Valla короче buni App Store'dan tortsanglar bo'ladi. Xo'p, bolalar bittadan qaysi platformada, nima deydi, qaysi приложениеda stream qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha приложениeni kirgizasizlar. То есть bizga TikTok, Twitch unaqada qilmaymiz, bizga YouTube kerak bo'lyapti. YouTube'ni bitta bosamiz. Bolalar короче menimcha adashmasam, sizlarda shu joyda YouTube akkauntinglarni ulab chiqadi. YouTube akkauntinglarni shunday ulab qo'ymasdan ulaverasizlar bolalar. короче ulaganinglardan keyin выход в YouTube keladi, bosasizlar. То есть meniki ulangan. Xo'p, mattan bolalar короче title do evento degan joyga mashtiga bolalar nima qilasizlar? Video, masalan, streamni nomini yozasizlar, masalan, WoW dedim, bosamiz. Shunga o'xshagan nom qo'yasizlar. Batga bolalar Telegram kanallaringdan ссылка holaga описаниеga qo'ysanglar bo'laveradi. Miniatyura personalizadagi menga bitta yoqasizlarda, то есть birorta anaqa o'zingizlarda anaqa streaminglar uchun preview qo'yaverasizlar. Buni ham o'z razmeri bor. Shunaqa короче. Ba'zan hech narsaga tegmaysizlar, public turaveradi, bu turaveradi. Keyin career event'ni bosasizlar bolalar. Career event. Xo'p, keyin bolalar sizlardan birinchisida turadi, shuni ikkinchisiga tushirasizlar. Ba'zan xuddi shunaqa menda qanaqa bo'lsa, xuddi sizlardan xuddi shunaqa olasizlar. FPS ga 60, качество videoga 720-60. Mana shuni короче bolalar, agar internetinglar yaxshi bo'lsa, masalan, Wi-Fi da o'ynaydigan bo'lsanglar, 1080 ga, to есть 60 qilaverasizlar. Men 720 ga 60 qilib qo'yganman, chunki meni Wi-Fi da o'ynayman men ham. Просто meni Wi-Fi'mdan ko'pchilik foydalanadi. O'shaning uchun 720 endi maksimal bo'laveradi bu ham. Video kачествоsi past degani emas bolalar bu. Xo'p, turaveradi. Keyin temaga bolalar o'zingizlarga banner qo'yasizlar. Masalan, streaminglarda pastda turadigan bilsa kerak ko'pchilik banner qo'yiladi. Xohlasanglar batga ramka ham qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Xo'p, bo'lishini bosamiz. Keyin bitrate bolalar bu streamning kачествоsi, bitrate qancha internetingiz tezligi baland bo'lsa, shuncha ko'tarib qo'yasizlar bolalar. Xo'p, keyin dalyani bosasizlar bolalar. Bu приложение pulli bo'lgani uchun bolalar tanga ishlab turib stream qilsanglar bo'laveradi bolalar. Получить бесплатный балл. Buni bosasizlarda Dejdo'ni бесплатный ball bor. Короче, tekinga beradi. То есть maytdan смотреть reklama ko'rib, xo'p, поделиться приложение. То есть buni masalan Twitterga shunaqaga post qo'yib, story qo'yib tanga ishlaysizlar 100 tanga. Пригласается друга. То есть bosasizlar shuni o'rtoqlaringga masalan nima deydi, поделиться qilib, то есть unaqa proch qilib nima qilaverasizlar, jo'natib. Bolalar короче shu, yana bir narsa, bolalar streamda masalan edit qilolmay qolasizlar, bu yerdan editni bosib edit qilaverasizlar. Kopировать matda удалить qilaverasizlar. Keyin masalan streaminglarda masalan bo'lmay qolsa, bitta bosasizlar удалить. Bo'ldi bolalar. Shu xolos bolalar. Nima deydi, ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, men xursandman bolalar.